ixlosmandlari, bugungi video davomida crossoverlar oilasiga mansub bo'lgan Tiggo 8 ning gibrid modeli haqida gaplashamiz. Agar gavdasi kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, katta odamlardan bemalol siqsa bo'ladi. Xo'p, bagajligimiz yotgan holatda deyarli 500 litrlar atrofida, ikkinchi qatorni ko'targan paytimiz, uchinchi qatorni ko'targan paytimiz 250-300 litrlar atrofida bo'ladi. Bagaj detskiy rejim bilan jihozlangan, ya'ni yosh bolalar yoki bo'lmasa to'satdan bosgan paytda qisib qolmaydi. Undan tashqari bagajnikimizni pult orqali, ya'ni distansionniy pultdan foydalansa bo'ladi. Xo'p, garantiya masalasi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, Arizo 8 ga beriladigan garantiya kabi bu Tiggo 8 gibrid avtomobilimizga 7 yil garantiya beriladi 200 ming kilometrgacha. Motori, korobkasi hamda elektron qismiga. Undan tashqari bunda temir fosfat batareyka qo'yilgan bo'ladi. Batareykani o'ziga 8 yil yoki 160 ming kilometrgacha qo'shimcha garantiya beriladi. Haydovchining o'rindiq haqida gapiradigan bo'lsak, xo'p, bu yoqda eshik kartasi haqida to'xtalib o'tamiz. Xrom detallar bilan jihozlangan bo'ladi. Eshiklar hammasi avtodovodchik bilan hamda detskiy rejim bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari ikkita monitorimiz bor. Mana bu yoqda bortovoy kompyuterimiz bo'ladi hamda bu yoqda head-up display bo'ladi. Bu zamonaviy crossover bo'lganning hisobiga bunda skor rechagimiz yo'q. Ya'ni